Assalomu alaykum. Ko'pchilik shu do'konda manzilini bermayotgan bo'lsa, Avtokareus joyida tirs beradi. Bizga подписчик, kommentariy, like kerak emas. Odamlarga foydali bo'lsa bo'ldi. Bu do'konimizda narsalar pista pul ekan, suv tekinda deyishdi. Parkovkalar mutlaqo bepul. Parkovkada eng qiziq o'zimiz o'zbek akalarimiz turgan ekan regulirovkada. Xullas, obzor qilib beraman ichkariga kirib. Vitaminlar 4000, 5000, 10000, 15000. Bu yoqda ham vitaminlar bor har xil. Bu yoqda ham har xil vitaminlar bor, suviga, yuragiga, jigarga, ko'zga. Tarkibini albatta tekshirib olgan kartochkalar qaranglar, 4000 dan, 5000 dan shulabkalar, 2000 dan mana detskilari. Qarab, polniy kosmetika. Endi tonda unga borish ham hojati yo'q. Hali bozor maska ekan. Polniy. Ventilyatorda xilidan ekan, narxlari ham vashcha pista pul qaranglar, 2900 dan, 7000, 5800 dan. Ayniqsa yozgi kunidan ketadi-yu va bo'yinga osiltirib olib, bu taraflari parashok, kir yuvadigan narsalari, bu yoqda o'sha polniy yeydigan chaqchuqlar, shampun, body wash, losyonlar. Narxlari qaranglar, 2900 dan ham bor. Losyonlar 1500 dan. Bu taraflari elektronika, narxlari vashcha arzon ekan. Tifalar qaranglar, 6900 dan. Mikrovalnovka, toster apparatlari, kofe apparatlari. Mana shundan bitta oldim, ishlatib ko'raman. Sifati yaxshi bo'lsa aytaman. Arzonligini qaranglar akalar. Papsotlar. Bu yoqda so'kuvjimalkalar. Akalar bu qatori, jenshen qatorlari narxlari qaranglar, 9900, 11900 vashcha arzonda. Plastikli ichadiganlik zo'r. Vitamin uyga jo'natsanglar maza qiladi uydagilar. Asalligi bor ekan. Bu yoqda boshqachalar. Ikkinchi qavatiga chiqsanglar, shunaqa detskiy otdellari bor. O'yinchoqlar. Biz bolajonlar uchun yaxshi narsalar bor. O'yinchoqlar sifati yaxshi. A'lo demayman, yaxshi. Qaranglar. Narxlari ham yaxshi, 7,5 ming, 15 ming. Burada boshqa do'konlarga kirsanglar, bilsanglar 20 ming, 30 ming sotiladigan narsa. Biz ikkinchi qavatda akalar. Nima deydi? Instrument, ovqatga idish-pidish, stakan shunaqa qatorlari bor. Ayrim narsalari sal qimmatga o'xshi qavatida shunaqa temir choynak, skоворodka, qozon. Shu oshxonaga ketadigan narsalari bor ekan. Obzor qilay desam, bir kun, 2 kun qolib ketaman yoki 1-2 soatga cho'zilib ketadi video. Shunday gaplar. Akalar, eng qiziq joyi mana shu liftda o'zimizda shanba bozor kuni o'zbek akamiz ishlar ekan. Aytgan etajingizga tirs olib chiqib qo'yar ekan, joni sog' bo'lsin. Bozorga quvib oldik. Parkovkalari mutlaqo bepul. Endi sekin uyga